Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navbatdagi loyihamizni birgalikda ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan Kamina Mehroj va biz boshlaymiz. Uning uchun bizga planshetim kerak bo'ladi, chunki hamma ma'lumotlarni ham miyada saqlash imkonsiz. Adashib ketmaslik uchun sekin-astalik bilan ochib olaman. Undan oldin esa bir narsani eslatib qo'yamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun va mana shu proyektimiz yanada yuqoriroq darajaga ko'tarilishi uchun sizni hissangiz kerak bo'ladi. Buning uchun video ostida like bosing, uzoqlarda aktiv bo'ling. Iloji bo'lsa videomizni qolganlarga ham ulashing va bizni qolgan tarmoqlarimizda ham kuzatib borishni unutmang. Instagram va Telegram profillarimiz opisaniyada qoldirib o'tilgan. Endi esa biz boshlaymiz. Bugungi loyihamiz umumiy 8,6 sotixga joylashgan. Ko'cha tomon fasadi 30 metr 20 sm ni tashkil qilsa, eniga esa 28,5 metrdan iborat. Asosiy binomiz esa 30 metr 20 sm ga, eniga 12 metrni tashkil qiladi. Va bu loyihamiz ko'pchilik sevgan, ikkita tomondan kiriladigan, ikki ro'zg'orga moslangan uy loyihasi. To'liq ma'lumotlarni albatta video davomida batafsil yoritib o'tamiz hamda yuqoridan kesib ko'rsatilgan demak videolarni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi esa qisqacha xonalarga to'xtalamiz. Bitta oshxona bor, 4 ta yotoqxona, 2 ta mehmonxona va 2 ta sanuzil mavjud. Bundan tashqari esa yozgi oshxonamiz, katyolimiz, alohida hammom hamda hojatxona qismlarimiz ham qoldirib ketilgan. Va eng bitta kerak bo'ladigan fishkasi va ma'lumotini desak ham to'g'ri bo'ladi, aytib o'tamiz. Xuddi mana shu loyihamizga 77,150 tonna pishgan g'isht kerak bo'ladi. Endi esa do'stlar, qolgan ma'lumotlar ham sizga juda kerak va albatta bu loyihamizni faqat videosi bilan uy qurib bo'lmaydi. Uning uchun sizga mana shunday chiroyli proyektlari kerak bo'ladi. Proyektimiz umumiy ikkita qismdan tashkil topgan. Birinchisi ishchi loyiha, ikkinchisi esa elektrika, santexnika qismlari. Bu loyihani ustiga berasiz, ortiqcha bosh og'ritmaysiz. Hamma narsasi millimetr aniqligida, hamma hisob-kitoblari bilan keltirib o'tilgan. Uyingizga siz bosh qotirmaysiz, biz bosh qotirib bo'lganmiz. Uning uchun mana shu loyihamizni olishingiz mumkin. Agarda loyihamiz yoqsa, loyihani olish majburiy emas. Endi esa boshlaymiz. Albatta loyihamizni avvalambor tashqi ko'rinishini ko'rsatishdan boshlaymiz. Loyihamizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Fasadi 30 metr 20 sm dan tashkil topgan. Kirish darvozasi o'ng tomonda loyihalangan bo'lib, loyihamiz to'liq klassika uslubida qilib ketilgan. Uy egasining xohishiga ko'ra navesimizni 4 metr uzunlikkacha davom ettirdik va xuddi mana shu joyda to'xtatdik. Ikkinchi yon tarafda esa yozgi oshxona, hojatxona, hammom hamda katyol qismlari qoldirib ketilgan. Hovlimiz aslida bundan ham kattaroq, lekin biz loyihamizni xuddi mana shu chegaragacha olganmiz va e'tiborli tarafi bitta alohida kalitka qo'yib ketganmiz hovlining ikkinchi qismiga o'tish uchun. Hovlining ikkinchi qismida esa molxona joylashtirib ketilgan. Xuddi mana shu loyihamiz qishloq sharoitida loyihalab berilgan. Va albatta o'zining chiroyli, kichik bo'lsa-da yashil zonalari ham mavjud. Ko'p kuttirmasdan loyihamizni xonalariga kirib tushuntirib o'tamiz. Sokoldan yuqoriga ko'tarilish uchun uyimizning qoq markazida zina qoldirilgan bo'lib, markazdan ikki tomonda alohida kirishga eshiklar joylashtirib o'tilgan. Va ikkita eshigimiz ham ikki tabaqali. Birinchi eshigimizdan ichkariga kirganimizdan so'ng bizni anchagina keng koridorimiz qarshi oladi. Koridorimizning chap tarafidagi birinchi eshigimiz esa oshxonaga tegishli bo'lib, oshxonamizning umumiy maydoni 26,7 metr kvadratni tashkil qiladi va oshxonamizning derazasi hovlimizga qaratib ketilgan. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin, yetarli darajada kenglikka ega va uy egalari birvarakayiga kirib tamaddi qilsa ham bo'ladi. Oshxonamizdan chiqqanimizdan so'ng oshxonamiz bilan qarama-qarshi eshikda esa yotoqxona qoldirib ketilgan. Biz buni bolalar yotoqxonasi qilib mo'ljallab ketganmiz. Agarda sizga mana shu loyiha manzur bo'lsa, bu yotoqxonani xohlasangiz ota-onalar yotoqxonasi qilishingiz ham mumkin. Bu yotoqxonadan chiqqanimizdan so'ng esa oshxonaning orqasidagi xonamizga yuzlanamiz. Bu xonamiz ota-onalar uchun ajratilgan
kattagina yotoqxona. Bu yotoqxonamizning derazasi uyimizning orqa tarafiga, ya'ni ko'cha tarafga qaratib ketilgan. Va mana shu yotoqxonaning yon tarafida esa umumiy sanuzelimiz qoldirib ketilgan. Ya'ni xuddi mana shu tomonga mo'ljallangan sanuzelimiz mavjud. O'zining ichida alohida dushi, rakvinasi va unitazlari bilan birgalikda qoldirib ketilgan. Endi esa biz yana tashqariga qaytib chiqamiz. Ikkinchi tomonimizga ham o'tib tushuntiramiz. Mana shu eshigimizdan qaytib chiqdik, eshiklarimizni yopamiz va xuddi mana shunday joylashtirilgan ikkinchi kirish eshigimizdan ichkari tomon yo'nalamiz. Kirganimizdan so'ng o'ng tomonimizda bizni kattagina mehmonxona qismi qarshi oladi. Mehmonxonamizning derazasi uyimizning old tarafiga qaratib o'tilgan va bu mehmonxonamizning umumiy maydoni 26,7 metr kvadratdan tashkil topgan. Bu mehmonxonamizdan qaytib chiqqanimizdan so'ng esa mana shu mehmonxonaning orqa tarafida yana bitta yotoqxona qismi mavjud va bu yotoqxonamizning umumiy maydoni 18,9 metr kvadratni tashkil qilib, yotoqxonamizning derazasi uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan. Yotoqxonamiz bilan qarama-qarshi tarzda yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan alohida yotoqxona qismi mavjud bo'lib, bu yotoqxonamizning ham umumiy maydoni 19,3 metr kvadratni tashkil qiladi va mos ravishda derazalari ko'cha tomonda. Ikkala yotoqxonamizning o'rtasida esa umumiy sanuzelimiz qoldirib ketilgan. Sanuzelimizning umumiy maydoni esa 5,4 metr kvadratdan iborat. Bu hali hammasi emas. Biz avval aytganimizdek, ikkita mehmonxona mavjud va biz mana shu loyihamizdagi eng katta xona sanalgan mehmonxonamizga hozir birgalikda kiramiz. Bu mehmonxonamiz yozgi oshxona tarafda qoldirilgan bo'lib, umumiy maydoni ro'ppa-rosa 42,5 metr kvadratni tashkil qiladi. Va bizni mentalitetimizga mos ravishda bir necha kishini o'z bag'riga bir vaqtni o'zida sig'dira olishi bilan mana shu mehmonxonamiz ajralib turadi va bu mehmonxonamizning ostida xuddi shuncha maydonga teng podval qismi ham qoldirib ketilgan. Do'stlar, bugun sizlar bilan mana shu loyihamizni birgalikda ko'rib o'tdik. Biz bu loyihamizni chiqarish uchun bir necha kun davomida videoga tayyorgarlik ko'rib, ichlarini to'ldirib mehnat qildik va bu mehnatimizning bahosi bir dona laykka arzisa kerak va albatta yana qo'shimcha izohlar bo'lsa kommentariyamiz ochiq. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.